Yana bir o'zim test qilib ko'rgan mahsulotlardan biri mana bu lifting nabor. Ajinlarga qarshi ishlaydi, ajinlarni zo'r yoyib beradi, yuzga botoks effekt beradi. Buni toneri bo'ladi, naborda emulsiyasi bo'ladi va mana bunaqa botoks effekt beradigan lifting kremi bo'ladi. Buni hammasi ajinga qarshi ishlaydi to'liq. Tarkibida 8 xildagi peptid, glitserin, niasinamid va pantenol bor. Yuzdagi ajinlarni yo'qotib, yuzga lifting effekt beradi. Terida kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi, terini tinchlantiradi, chuqur namlantiradi. Mana shu 3 ta mahsulotni o'zida ham natija olsa bo'ladi. Agar yo'q, yana nimadirlar qo'shaman deganlar uchun mana bunaqa antikvar idishchalik anaqasi bor, serumi bor buni. Bu qanaqa ishlatiladi? Hozir ko'rsataman. Bunday qilinadi-da, bunday tortiladi shpritsga. Bu kollagen serumda, bunaqa yuboriladi bu. Juda ham kuchli hisoblanadi bu. Ajinga qarshi zo'r ishlab beradigan, haqiqatan natija ko'rsatadigan serum mana bu ham. Men eng yomon ko'rganim mana shu ko'p aytaman videolarimda mana bunaqa chipillab yotganini yoqtirmayman-da, bu unaqa emas. Mana shunaqa chipillamaydi. Mana bunaqa serumlar bor, har xil. Bunaqa serumlar bor, bu serum bor, bu serum bor. Hammasi lifting ishlab beradi. Xohlasanglar nabor ichiga qo'shirsangiz bo'ladi. Xohlamaydigan bo'lsanglar nabor o'zini olsanglar ham bo'ladi.